Siz ham menga o'xshab tirnoq tishlash odatingizni hali tark etmadingizmi? Xo'sh, tirnoq tishlash nima uchun kelib chiqadi? Organizmda qanday muammo bo'lsa, insonlar tirnog'ini ko'p tishlaydi. Hattoki yeb qo'yishi mumkin. Unda bu video aynan siz va sizning yaqinlaringiz haqida. Tibbiyotda onixifagiya termini bilan ataladigan bu holat jamiyatda juda ham ko'p uchrab turadi. Yosh bolalar o'rtasida ham, katta insonlar o'rtasida ham. Sababi insonlardagi yoki bolalardagi stresslar, depressiya, ruhiy zo'riqish, emotsional zo'riqishlar natijasida insonlar o'zlarini yolg'iz his qilishadi yoki jamiyatga qo'shilishdan, biror bir fikrini aniq namoyon qilishdan qo'rqishadi. Buning natijasida insonlar yolg'iz qolib, o'z tirnoqlarini tishlashni odat qilib qolishadi. Ayrim holatlarda ularni butunlay yeb yuborish ham mumkin. Bundan tashqari, bolangizdagi gelmin kasalliklari, ya'ni turli xildagi gijjalar o'zidan endotoksinlarni ishlab chiqaradi va bu toksinlar nerv sistemasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Natijada bola asabiy, jizzaki, jahldor bo'lib qoladi. Uyqusi buziladi. Oxir-oqibat u tirnoqlarni tishlashni boshlaydi. Yoki tirnoqlarni tishlash davomida u qaytadan gijjalarni tuxumini yuqtirib oladi. Buning natijasida organizmda 1-1,5 metrgacha qurtlar aniqlanishi mumkin. Tirnoq orqali, yuvilmagan qo'llar orqali organizmga millionlab, hattoki milliardlab bakteriyalar tushishi mumkin. Buning natijasida butun organizm bakteriyalardan zararlanadi. Tirnoq tishlash odatini bartaraf qilish uchun sog'lom muhit yaratish kerak. Bolalarni turli xil o'yinlar, sport bilan chalg'itish, ularga bo'layotgan agressiya, bosim yoki stressni bartaraf qilish, yoshi katta insonlar ishda, kundalik hayotdagi stress hamda depressiyalardan xalos bo'lish, kayfiyatni ko'taradigan mashg'ulotlar bilan shug'ullanish hamda eng muhimi o'ziga bo'lgan ishonchni orttirish kerak. Bundan tashqari, agar inson tirnog'ini qachonki tishlagiz kelsa, yonida konfetlarni olib yursin. Ana shu paytda konfetlarni so'rishi yoki iste'mol qilishi mana shu holatlardan insonni tiyib turadi. Ayollar esa tirnoqlarga rangsiz, achchiq, garimdorli laklardan surgan holatda mana shu holatdan qutulishlari mumkin. Unutmang, sog'lom turmush tarzi sizni uzoq umr sari yetaklaydi. Sizning salomatligingiz biz uchun juda muhim. Salomat bo'ling.